31-dekabr bizda mana yomg'ir va bizda issiqxonalarda отопление sistemasi endi qo'shildi. Hali bir maqol bor. Qolgan ishga qor yog'ir deganda bizda qor yog'ib, mana отопление sistemamiz, katyolimiz 100 kilovatlik, 100 kilovat va bizda mo'rimiz, mana mo'rimiz 10 metrlik, 160lik turbadan 10 metrlik mo'rini tiklab, bu yerda filtr qo'yiladi. Filtrimiz zakaz qilingan. Hali filtrimiz xudo xolasa keladi va bizda mana katyolimiz Nijniy Gareniya katyol deyiladi. Pastdan yonuvchi. Bizda mana bu yerda teshikcha bor. Olovni turish maqsadi mana shunday medlenniy yonib turibdi hozircha. Mana Nijniy Gareniya kitobi bor, kitobli bo'ladi. Mana bu ichki tuzilishi, bu zagruzka yonish kamerasi. 150 kilo ko'mir ketadi. Ko'mir 150 kilo. Mana shunday o'zimizda sharg'un ko'mirdan, mana arishka deydi. Shuni arishka ko'mirdan 150 kilo, polni 150 kilo zapravka bo'ladi, lekin men 50 kilo, 100 kilogacha zapravka qilaman. 12-13 soatga yetyapti shu zapravkamiz. Mana Nijniy Gareniya katyolimiz hozir mana shunday graduslarimiz hozir 40 gradusda turibdi. Shu yonish jarayonlari katyolimiz razmeri balandligi 1,5 metr, eniga 1,40, 1,5 ga 1,40, bundaysi 55 santimetr bo'lgan katyolimiz. 5 ta kitob tushgan. 5 ta kitobdan aylanib, 5-6 metrdan aylanib va mo'rimizdan tutunimiz chiqib ketadi. Hozir normalniy yonmoqda, tutun yo'q desa ham bo'ladi. Yo'q. Bug' bo'lib chiqmoqda tutun. Tepada issiqxonamiz shu. Katyolimiz.